Assalamu alaykum arzuyum ikinci karar ders salonundaki baylık azizler. Bugün ütülüğün dersimiz muşu şokolat pranikini işletip ailede tort yasaş usulü. Bunun kitiren materyallar olsa muşu şokolat pranikten 48 tal kitire. Ondan keyin biz bununki tortniki qaymağını ailemizde tabii qaymaq yasayalımız hanımlar. Bu qaymaq yasaş için 4 tal tuxumniki yaqin işletdik. Ondan keyin 150 gram şeker. 4 tal tuxumning iqini ayırıp olgandan keyin 150 gram şekerni qo'yib, köptürüp rishal holatiga akib buni tort qaymoq qilib yasaymiz hanımlar. Mana qizlar biz bir quruq bo'lgan, suv yo'q bo'lmagan, yog' yo'q bo'lmagan bir quruq bo'lgan qachimizga 4 dona tuxumniki iqin chiqib oldik. Buning ustiga ma'u 150 gram shekerimizni qo'yib, buni tuvan xuddi 5 minut, o'tira xuddi 5 minut, tez xuddi 5 minut, jami 15 minut köptürmiz. Bu joyda bu köpüp bir shal holat keldi. Undan keyin buni tort qaymoq qilib ishlatamiz qizlar. Mana hanımlar bu tuxumni köptürüp muşxil holat kelganda bo'ldi qilmiz. Bunun uchi mushundaq tik turdi o'chaqda. Mushunaq dumkum tasekmi, yaqib tushgatmagidek holatga keldi. Endi buni tort qaymoq qilib pishiramiz. Bu pranikimizni yasash uchun mana mushuningdek listlar ketdi hanımlar. Endi bizning hanımlarning bunda listlarni to'plab tasdiq to'playdigan. Şuna ailede buningdek yaltiroq qog'ozni muşu aslında koyup durup yögep muşu tortunu yapsak mı buldu. Biz kılıbını işletmeyle ama yaltırak kağızını savaldık. Savalgandan keyin bununla bir stakan süt getire hanımlar. Yarım stakandan bir stakangacha süt getiriyor. Biz aldı bilen muşu pranikimizni süt chilaymiz hanımlar. Sütki bir chilayotgandan keyin bunu elib tizeymiz. Hemsini muşundaq tizib chiqimiz hanımlar. Hemsini sütki chilab bo'lib tizib muşundaq tizib chiqimiz. Mana qizlar biz bu pranikimizni sütki chilab elib 6 donadan qilib 12 dona pranikimizni 2 quruq qilib tizib oldik. Endi buni ustiga abaytin reshalat holatga akilib yasab olgan tort qaymog'imizni milaymiz hanımlar. Hemsini to'piga teshi milab chiqimiz. Mana qizlar bu tort qaymog'ini berib bo'lgandan keyin qaytadan yana bir qavat tizaymiz. Biz birinchi qavatni tizib olgandan keyin tort qaymoq berdik. Undan keyin yana pranikni sütga chilab turib, ikkinchi qavatni tizib, uning ustiga tort qaymog'ini surkidik hanımlar. Endi men yana uchinchi qavatni mushu tarqadan qilib tizib chiqamiz hanımlar. Mush tarqada qatma-qat qilib 4 qavat tizib, to'piga yana tort qaymoq berib chiqamiz. Mana qizlar biz bu pranikimizni 4 qavat qilib tizib ustiga qaymoq berib yasab oldik. Endi biz buni ustini mush o'rab buni to'nglatgandan keyin to'nglatish bo'limchasiga yarim soat qo'yib qo'ygandan keyin elib qaytadan bezaymiz hanımlar. Mana hanımlar tortimizni mushaq bezab qo'ydik. Bu tortimiz to'nglatganning muzdek saqlash bo'limchasida, yani to'nglatish bo'limchasida 2 soat turgandan keyin bu to'nglab chiqqandan keyin buni buningdek ushlarda gul chiqarib yasab oldik hanımlar. Buni gulini yasab olgandan keyin cho'rsi yong'oqlarni mushundaq chaplashtirib bezab qo'ydim. Orasiga yeroq yani ko'kstalqini sepib mushunaq bezab qo'ydim. Her kim özünki xohlagancha har xil atirgullarni chiqarib har yangi bezsak bo'ldi. Bu nihoyatda oddiy bir bezash bo'ldi. Unda olsa bugungi sizlarga hadiya qilmoqchi bo'lgan to'ngtilgan tortimiz misha tamom bo'ldi hanımlar. Buni kesib iste'mol qilib yesak bo'ldi hanımlar. Unda olsa bugungi dars misha tamom bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lingizlar.